Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimiz obunachilari, foydali qazilmalarni boyitish, metallurgiya, ya'ni og'ir sanoat jarayonida ishlovchi, bu sohada o'quvchi hamda mana shu sohaga qiziqadigan yurtdoshlarimizga, tomoshabinlarga bugun o'tadigan mavzuyimiz, oxirgi mavzumizda maydalash, ya'ni foydali qazilma, rudali foydali qazilmani maydalash jarayoni bo'yicha, undagi mexanik dastgohlar bo'yicha gaplashgandik. O'sha kondan qazib olingan tog' jinsi ruda, o'sha 1200 mm kattalikdagi turli o'lchamdagi foydali qazilma maydalash jarayoni orqali o'lchini bilib oldik. Endi maydalash jarayonida elash jarayoni mavjud. Ya'ni elashni umumiy nomi bilan biz tasniflash deymiz. Mana rudani maydalovchi dastgoh o'zidan yirik rudalarni maydalab o'tkazyapti. Rudalarni maydalashda elash jarayoni. Elash jarayoni bu og'ir sanoatda, ya'ni metallurgiyada, foydali qazilmalarni boyitish fabrikalarida ishlamaydigan odam ham mana bunday elaklarni ko'rgan. Ya'ni bu elakning vazifasi unga solingan mahsulotni ma'lum bir yirikligidan katta miqdor zarralarni ushlab qolish, tasniflash. Uni elaganda undan yirik mahsulotlarni, undan yirik musul qiyiqlarni ishlab qolish vazifasini bajaradi. Ya'ni bu elagan uy xo'jaligida tasniflash vazifasini bajaradi. Elak nima o'zi? Elak bu maydalangan rudani donalarini o'lchamiga qarab ajratadigan qurilma, ya'ni tasniflovchi qurilma. Bu o'sha uy xo'jaligida yoki bo'lmasam kichik hajmdagi mayda rudalarni tasniflashda ishlatilsa, katta hajmdagi yuqori quvvatda ishlovchi maydalagichlarda turli elak turlari foydalaniladi. Mana ko'rib turibsiz, elak turlariga qo'zg'almas elak, tebrama ya'ni vibratsion elak, barabanli elak, gorizontal elak, nam elash elaklari, ya'ni turli elash dastgohlari mavjud. Ya'ni bularning hammasi turli xil maydalash jarayonida qo'llaniladi. Masalan, qo'zg'almas elakni oladigan bo'lsak, o'sha temir rels, temir materiallaridan mustahkam yoki bo'lmasam betondan qilingan o'sha karkas shaklidagi ma'lum bir qurilma, bu qo'zg'almaydi. Buni ustiga yuklangan foydali qazilmani o'sha ma'lum bir kataklar orasidagi 250 mm, 200 mm o'sha millimetr o'lchamli yacheykadagi maydasi o'tib ketadi, yeriga boshqa joyga qarab ajratiladi. Ya'ni yirik hamda mayda mahsulotni qo'zg'almas elak, ya'ni dastlab elak jarayonini taklif qilganda o'sha hozirgi zamonaviy dastgohlar bo'lmagan, tasniflash uchun o'sha paytda o'sha qo'zg'almas elaklardan o'sha foydalangan, o'sha foydali qazilmalarni maydalash jarayonida, tasniflash jarayonida shunday qurilmalardan foydalangan. Zamon rivojlangan sayin tebranma, vibratsion elaklar kashf qilingan, ya'ni o'sha ma'lum bir yacheykadagi sitalarni o'zida jamlangan elak maxsus dvigatelga o'rnatilgan. Bu dvigatelning harakati hisobiga bu elak vibratsiya, ya'ni qo'zg'alib turadi. Bu esa elak unumdorligini, ya'ni ish unumdorligini oshirib beradi. Ma'lum bir joylarda barabanli elak ishlatadi. Barabanli elak asosan o'sha namligi yuqori bo'lgan rudalarni, foydali qazilmalarni tasniflashda ishlatadi. Ya'ni barabanni ichiga foydali qazilma keladi. Barabanni aylanishi hisobiga mana bu barabanni ichidagi yacheykalardan
mayda rudalar o'tib ketadi, yeriga o'sha barabarning keyingi qismiga qarab harakatlanadi. Ichida lifterlar bor, u harakatlantiradi rudani aylanish hisobiga, ruda narigi tarafiga yirik rudalar o'tib ketadi. Gorizontal elak, nam elash elaklar, ya'ni ba'zi maydalash jarayonlaridan keyin nam elash, ya'ni suvli elash metodlar qo'llaniladi. Bunda o'sha elakka ruda bilan birgalikda suv ham kirib keladi. Bu o'sha namligi yuqori bo'lgan rudalarda hamda hozirgi vaqtdagi valkovoy drobilkalardan keyin maydalangan mahsulotning o'lchami juda kichik bo'lganligi uchun birinchi bosqich yanchishdan voz kechilib, ikkinchi bosqichga o'tiladi. O'sha paytda nam elash elaklaridan foydalaniladi. Mana bu maydalagich maydalayapti, rudani maydalab o'zidan o'tkazyapti. Savol tug'ilishi mumkin. Nega biz elaklardan foydalanamiz? Elaklardan foydalanmasak nima bo'ladi? Mana bu ko'rib turgan qo'zg'aluvchan ikki yarusli, ya'ni ikkita sitadan tashkil topgan elagimizda guruhimizda g'olvir desak ham bo'ladi. Ko'rib turibmiz. Mana ustidan mana bu dumaloq hamda to'rtburchak shakldagini turli ruda bo'laklari deb tasavvur qiladigan bo'lsangiz, bu elakka tushgandan keyin vibratsiyani hisobiga ular ajralishni boshlaydi. Sababi qo'zg'alib, mayda bo'laklar, mana mayda ruda elakdan pastga tushib ketadi. Yirik, ya'ni elak sitalaridan yirik mahsulot esa pastga tushmay elakning keyingi tarafiga, yirik ruda tarafiga qarab o'tib ketadi. Ya'ni mayda ruda o'sha alohida ta'sislanadi, yirik ruda yirik rudani maydalash jarayoniga yo'naltirsak bo'ladi. Mana bu sxemada yirik maydalashga kelgan ruda maydalandi. Maydalangandan so'ng elash jarayoniga boradi. Elash jarayonida birinchi yirik maydalashdan chiqqan mahsulot ikkiga tasniflanadi elash natijasida. Elak osti hamda elak usti mahsulotlarga tasniflanadi. O'sha elakdan o'tmagani elak usti mahsulot, elak yacheykalarida o'tib ketgani elak osti mahsulot deyiladi. Elak usti mahsulot yirik bo'lganligi uchun o'rta maydalash jarayoni, ya'ni o'rta maydalovchi maydalagichga yo'naltiriladi. Bu yerda o'sha maydalanadi. Elak osti mahsulot esa o'sha mayda bo'lgani uchun sitadan o'tib ketadi va uni maydalash shart emas. Uni to'g'ridan to'g'ri bu yanchish jarayoniga yoki keyingi texnologik jarayonga yo'naltiradi. Boyagi savolimizga videoni pauza qilib, nega elakdan foydalanadi degan savolimni o'ylab ko'ringlar. Nima uchun elaklardan foydalanadi? Foydalanmasak nima bo'ladi? Nima plyus, nima minusimiz bor? Elaklarning maydalashga ta'siri maydalagich yuklamasini kamaytiradi. Ya'ni dastlabki rasmda sxemani ko'rganlaringizda maydalashga kelayotgan rudani ikkiga bo'lib beryapti. Mayda elak osti hamda yirik elak usti mahsulotga. Ya'ni birinchi bosqichda maydalangan hamma mahsulot to'g'ridan to'g'ri o'rta maydalovchi maydalagichga kelsa, o'sha maydalagichning unumdorligi tushib ketadi. Sababi unga yirik mayda rudalar tushib, ishlab chiqarish quvvatini kamaytiradi. Maydalagichga qancha mayin mahsulot keladigan bo'lsa, uning ichida presslanish holati yuzaga keladi. Bu bir. Ikkinchidan, o'sha 1 soatda masalan 600 tonna rudani maydalaydigan maydalagich agar uni ustiga elak o'rnatadigan bo'lsa, u 2000 tonna rudani soatiga o'zidan maydalab o'tkazish mumkin. Sababi elak osti mahsulot u maydalagichga tushmaydi, o'tib ketadi. Shuning hisobiga bu drobilka o'sha maydalagichning ish unumdorligi ortadi. Energiya sarfini kamaytiradi. Ya'ni o'sha maydalash jarayonida o'sha maydalovchi qismlarning harakatlanishiga katta miqdorda elektr energiya sarflanadi. Agar biz elak qo'yib o'sha mayda mahsulotni maydalagichga tushirmay o'tkazadigan bo'lsak, o'sha mayda mahsulotni maydalashga ketadigan energiya tejaladi. Ya'ni maydalash jarayonida shunaqa termin bor, ortiqcha maydalamaslikni ta'minlash degan. Ya'ni o'sha maydalab bo'lgan mahsulotni yana maydalagichga tushirishdan bir foyda yo'q, faqat zarar bor. O'sha
energiya sarfi ko'payib ketadi. Maydalangan mahsulot yana maydalansa, o'ta maydalangan mahsulot ham o'sha shlamlanish holatiga, juda mayda zarra holatiga olib keladi. Bu esa keyingi boyitish jarayonlarida o'zini salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mahsulotning sifatini yaxshilaydi. Ya'ni o'sha maydalagichga bir xil o'lchamdagi foydali qazilmaning kelishi undan chiqayotgan maydalangan mahsulot sifatini yaxshilaydi. Agar unga boya aytib o'tgan mayda mahsulot ham tushadigan bo'lsa, bunda o'sha ichida presslanish hamda buning natijasida yaxshi maydalamay o'tkazib yuborish holatlari yuzaga keladi. Qayta maydalash hajmini kamaytiradi. Ya'ni o'sha boyagi maydalashga kelgan hamma rudani maydalamay, uning ma'lum bir foizinigina o'zidan maydalab o'tkazadi. Ish unumdorligini oshiradi. Albatta, o'sha hamma rudani kelayotgan birinchi bosqichdan chiqqan hamma rudani maydalamay, uning ma'lum bir qismini maydalasa, uning ish unumdorligi ortadi. Bundan tashqari yana foydali taraflari juda ko'p. Agar elak o'rnatilmay, tasniflar o'rnatilmay, hamma ruda maydalagichdan o'tkaziladigan bo'lsa, maydalagichning o'sha maydalovchi yuzalari bor. Masalan, konusli dravилkalarda qo'zg'almas va qo'zg'aluvchan konusi yoki bo'lmasam jahli dravилkalarda harakatlanuvchi va harakatlanmaydigan plitalari bor. O'shalarning yuzasi himoya qatlamlari o'rnatilgan bo'ladi. Ya'ni qattiq rudani maydalayotgan paytda o'sha maydalovchi qismlarini zararlanishini oldini olish, unga himoya qatlamlar, ya'ni broinlar o'rnatiladi, futurovkalar qo'yiladi. Bu o'sha futurovka himoya qoplami broinlarning tez yedirmasligini oldini oladi. Ya'ni o'sha elakning o'rnatilishi maydalagichning uzoq muddat ishlashini ta'minlaydi. Uzoq muddat zararsizlantirmay, agar biz unga hamma o'sha elak qo'yilmagan mahsulot tushiradigan bo'lsak, uning himoya broinlari tez yedirilib va o'sha maydalagichning ham mexanik qismlarini zararlanishiga olib keladi. Bu o'sha maydalash bo'yicha umumiy qisqacha ma'lumot edi. O'sha maydalash bo'yicha, tasniflash bo'yicha, elaklar bo'yicha o'sha umumiy ma'lumotga ega bo'ldilaringiz. Endi mana shu maydalash hamda elash jarayonida qanaqadir qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyaga yozasizlar. Endi keyingi mavzuyimiz yanchish jarayoni. Ya'ni o'sha foydali qazilma maydalandi, elak bilan tasniflandi va keyingi jarayonga yo'naltirildi. Maxsus transportyor dastgohlar, lentali konveyerlar, kleslar yoki o'sha ularga yordamchi plastinchali pitakellar bilan yanchish jarayoniga yetkaziladi. Maydalash jarayoni, elash jarayoni, yanchish jarayoni va yanchish jarayonida ishlatiladigan klassifikatorlar, tasniflovchilar hammasi tayyorlash jarayoniga kiradi. Ya'ni boyitish jarayonini bitta umumiy jarayon deb tasavvur qilsalaringiz, u xoh gravitatsion boyitish, xoh flotatsion boyitish, xoh magnit usulida, xoh elektr toki usulida, xoh gidrometallurgiya, xoh maxsus kimyoviy usulda bo'lmasin, boyitishning o'zi 3 ga bo'linadi, 3 ta bosqichga bo'linadi. Tayyorlash jarayoni, asosiy jarayon, yordamchi jarayon. Tayyorlash jarayoniga maydalash, yanchish, elash, o'sha tasniflash hammasi o'sha tayyorlash jarayoniga kiradi. Bu o'sha qisqacha ma'lumot edi. Qiziqtirgan yoki o'ylantirgan savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.